so'rar edim. Nima uchun degan sizni ommalashtirish o'zi nima? Ommalashtirishni sizlarga o'rgatish kerak emas. Zamonada tajribali ustozlar borlar, necha yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar, metodik o'zini metodikasi bor, o'zining tajribasi bor ustozlarimiz bor. Sardoshchi. Assalamualaikum qadrli ustozlar, qadrli hamkasblar, mana hamkasblarimni ko'ryapman, sinfdoshlarimni ko'ryapman. Barchalaringizni kirib kelayotgan yangi o'quv yili bilan tabriklayman. Ustoz Sabirov aytganday barchalaringizga mustahkam iroda, bitmas tuganmas bilim, xonadonlaringizga xayr baraka tilayman. Joningiz sog' omonlikni ko'ring. Doimo o'ylanib boshingizga ustiga doimo sog' salomatlik bo'linglar. Barcha bitta xato to'playmiz. Nima uchun Ukrainaning hukumat ijod qilgan narsa emas, bu UNESCOda o'qiyapsizlar, siz o'rtasida shu narsani bizga qilib qo'ydi va o'ylashga majbur bo'ldi. Bu ma'lum. Qancha asarlarni o'zimizga darsliklarga ham kiritilgan, lekin u kishi Endi menimcha bitta qarsak chalamiz ustozlarimizga. Bizning fikrimizga uyg'un bo'lganligi uchun deb hisoblayveraman.